sochlarni bo'yaymiz. Siz bu rasmga qiziqyapsizmi, qanday chizilganligini? Unda siz videoni oxirigacha ko'ramiz va qanday chiqqanligini video davomida ko'rib borasiz va qaysi ranglar bilan, qaysi etaplar bilan yoki chizilish yo'nalishlarini hammasini birga tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Bahrom Art Painter yana ko'rishib yurgandan nihoyatda xursandman. Sizlarga yangi ijodlar va sizlarga yoqadigan videolar chiqarayotgan bo'lsam, izohlarda yozib qoldiramiz. Izohlarni yozib qoldirsangiz, albatta men sizlarga javob beraman. Bahrom Art Painter YouTube kanalida qiziqarli video bormi degan savollarga ko'rib turgan ekrandagi rasmlar, videolarda hammasini joylashtirib qo'yamiz. Ko'rmagan odamlarga tavsiya etaman. Kanalimda hamma videolari bor. Ya'ni 330 ga yaqin videolar joylangan. Bir-biriga o'xshamagan videolar bilan 330 ta video yuklaganman. Short, qisqa video va uzun videolar hammasini sizlar uchun. Ularni birontasini ko'rgan bo'lsangiz, ko'rmaganlar bo'lsa kirib ko'rishingizni maslahat beraman. Sizlarga zo'r kontent tayyorlab qo'yganman. Buni qanchalik qiziqarligini videoda ko'rasizlar. Aytgancha, bizani obunachilarimiz 15% qo'ng'iroqchani bosganlar va qo'ng'iroqchani bosgan sababli yangi videolarim birinchilardan bo'lib boradi va 85% bosmagan ekan. Bir bor qarab ko'rishingizni so'rab qolaman. Qo'ng'iroqchani bosmagan bo'lsangiz, jiringlaganini bossangiz, albatta sizga birinchilardan bo'lib videom yetib boradi. Shunaqa videolar izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiramiz. Aziz obunachilarimiz so'ragan bu rasmimiz ham Instagram orqali yozilgan, tavsiya etilgan rasmlardan bittasi. Sizlar ham yozib qoldirishingiz mumkin. Ko'plab videolarimni o'zim chiqib ta'riflab bera olmayman, lekin qo'ldan kelgancha videolarimni o'zim qanday chizilgan va qaysi jarayonlarni hammasini yozib, ko'rib turayotgan asarlaringizni hammasini o'zim o'z qo'lim bilan chizganman va boshdan oxirigacha bundan oldingi videolarda ham hammasini qo'yib borganman va ko'rayotgan rasmlaringizni qanday chizilishlarini videosida ko'rib olishlaringiz mumkin. Sizlarga tavsiya qilaman. Bir-biridan ajoyib bo'lgan san'at asarlarimni sizlarga ulashyapman. Han aytgancha, bizda 3 yillik mehnatli video ham bor. Shuni ham e'tibor bilan ko'rsalaringiz, har bir yangiliklarni va qanaqa jarayonlarni Instagram, TikToklarga qo'yib boraman. YouTube'ga ham maksimal darajada tayyor bo'lgan holatini qo'yaman. Afishada ko'rganlaringizda sizlarga yoqadigan, juda ham o'ziga xos va chiroyli qoshlari qalin, ko'zlari shahlo qizni, ya'ni arab qizini chizganmiz va sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Prosta like bosamizda va obunani bosib qo'yib videoni kuzatishda davom etamiz. Pogniali, ketdik. Mana oq podramimizga chizishni boshlayapmiz. Joylashtirishlar birinchi o'rinda bo'ladi va komponovka oldingi videolarda aytganimizdek komponovka qoidasiga rioya qilsak, ishimiz yaxshi chiqadi. Mana joylashtirib eskizlarni ko'rib turganlaringizdek va sizlar ham takrorlasalaringiz sizlarga ham pils bo'ladi va kamchilik xatolarni bilib olasiz va boshdan oxirigacha chizib boradigan bo'lsa, yo qo'li kalta yoki uzun yoki razmerimizga sig'may qolishi mumkin. Bu holat bo'lganligi uchun boshida baribir komponovka qilib olish kerak. O'zingizga o'yirim bo'lish uchun sizlarga maslahatim mana grizal ko'rinishda mana yopib olsak, o'zimizga ham va oq joylar qolib ketmaydi. Chizganimizda mana sekin grizalda ham yopib olamiz va yopib bo'lganimizdan keyin ozroq quritamiz. Qurigandan keyin chizishni boshlaymiz. Sizlarga video davomida ko'rsatib o'taman. O'tkazib yubormaymiz va sizlar bilan suhbatlashib o'z bilimlarimni sizlarga bo'lishmoqchiman. Bu video sizlarga kerakli bo'ladi degan umiddaman. Va kanalimda yangi bo'lsalaringiz, albatta obuna bosib qo'yamiz va sizlarga qiziqarli videolarni chiqarishda davom etaman. Obuna bosganda videoda aytib o'tganimdek 85% qo'ng'iroqchani bosmagan, o'shaning uchun ham bizning videolarimiz kam ko'riladi. Obunachilarimiz bo'lsa bir bor qarab ko'ramiz yana va sizlarga bu juda ham muhim va zo'r videolarimni birinchilardan bo'lib yoki bo'sh vaqtingizda chiqargan videomni ko'rishga imkoniyat bo'ladi va sizlarga
kerakli videolar bo'lib qolishini xohlardim va sizlar albatta jiringlagan qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Videoga qaytadigan bo'lsak, yuzini bir chekkadan chizib bo'yab chiqaman va ranglarni ko'rib turganlaringizdek o'ziga o'xshatib qo'ldan kelgancha chizib chiqaman. Sizlar ham yuzidan birinchi boshlab yopolsalaringiz juda ham asqotadi. Sochlaridan birinchi bo'yamaymiz, chunki sochlari to'qroq qora bo'lgani uchun och bilan to'q bir-biriga uyg'unlashib gryaz rang chiqadi. O'shaning uchun birinchi etapda ochroq boshlab chizamiz. Bu masalada moy bo'yoqda chizilish usullari juda ham ko'p, lekin o'zimni bilgan va bilimimni sizlarga videoda ulashib o'tyapman va videoga qaytadigan bo'lsak, ko'zlarni chizib, ana ikkinchisini ham joylashtirib, asta-sekin risonkasini olib chiqamiz va joylashlarni hammasini to'g'rilab bir chekkadan. Videoni o'tkazib yubormasangiz oxirigacha birga tomosha qilib va o'zimiz bu videoda nimalar aks etgan, aks etmaganligini hammasini gapirib sizlarga ulashaman va videoni shu joylarigacha kuzatib turgan bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Va videoga qaytadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, yuzlarini chiroyli qilib chizib, bo'yab o'ziga o'xshatishga harakat qilaman. Sizlarga tanish bo'lgan bo'lsa va bu rasmni qanday chizilishlarini ko'rayotgan bo'lsalaringiz, balkim yaqin tanishlaringiz yoki o'g'il farzand yoki singil opa ukalaringiz bo'lishi mumkin. Shularga tashlab qo'ysangiz o'z bilimlariga bilim qo'shish uchun sababchi bo'lib qolasiz va kelajakda qanday asar yaratayotganda yoki chizilishni boshlanishi yoki qisman o'rgansa ham tanishlaringiz, yaqinlaringizga plus bo'ladi degan umiddaman. Hamma har xil chizadi, lekin har xil boshlashi bilan, lekin oxiri yo o'xshaydi yo o'xshamaydi. Keyin bu rasmimizni qanday chiqishini balkim afishada, balkim qiziqqanlar bo'lsa, bu videoni o'z tanishlaringizga yuborib qo'yishingizni so'rab qolaman. Meni kanalimga keladigan bo'lsak, Bahrom Art Painter kanalida juda ham qiziqarli videolar ko'p. Mana kanalda yangi kuzatib turayotganlar bor, oramizda shu videoni ko'rishlari bilan bu kanal menga kerakli kanal ekan deb obunani bosib qo'yib va jiringlagan qo'ng'iroqchani bosib qo'ysa, kerakli videolar har doim birinchilardan bo'lib yetib boradi ularga. Shuning uchun ham bizani ko'rib turgan yaqin birodarlarimiz videoga befarq bo'lmagan holatda obuna bo'lib qo'yamizda videoni kuzatishda davom etamiz. Rasmga qaytadigan bo'lsak, mana yuzlarini chiroyli qilib, siliqlashtirib, o'z joyiga qo'yib bo'yab chizyapman va sizlarga juda ham qiziqarli mavzularda rasm chizishga harakat qilaman. Keyingi videoyimda nasib qilsa hayvonlar yoki portretlar chizishlarni hammasini kommentariyaga yozib qoldirsangiz, xohlagan janrda chizib ko'rsataman va sizlarning fikrlaringiz juda ham muhim. Ko'rayotganlaringizdek videolarni tezroq chiqarishga harakat qilib, montaj yoki video olish, rasm chizishlar vaqtlari bilan ozroq vaqt ketyapti. Shuning uchun sizlar poddeshkada bo'lib bizani har bitta videomizda e'tibor bilan o'tkazib yubormasdan vaqtingizni borida ko'rsalaringiz juda ham xursand bo'lardik va kerakli videolarni vaqtida bilib olsangiz bu sizga plusga ishlaydi, ya'ni foydadan yiroq emas. Shuning uchun biz bilan birga bo'ling va videoni oxirigacha tomosha qilsangiz juda ham xursand va kayfiyatingiz chog' bo'ladi degan umiddaman. Va bu rasmga qaytadigan bo'lsak, mana chizilishlarni hammasini joyiga qo'yib, ikkinchi ko'zini chizib boryapman va peshonalarini, ranglarini hammasini to'g'rilab, o'ziga yarasha ranglarni jilodorligini his qilib va ranglar bilan bo'yab chiqaman. Sizlarga bu video juda ham qiziqarli va maroqli bo'lishi uchun qo'ldan kelgancha mehnat qilib ishlab sizlarga ko'rsatyapman. Bu videoni hech qachon zo'r chiqishi, yomon chiqishligini hech kim bilib bo'lmaydi yoki rasm qanday chiqishligini, lekin sizlarga qo'ldan kelgancha mahoratimni ko'rsatib, sizlarni ishonchingizni qozonib va sizlar biz bilan birga bo'lib, yuqorida aytib o'tganimizdek obunachilarimiz doimiy birga bo'lib poddeshka va qo'llab-quvvatlab yuradigan kanalga aylanish niyatimiz bor va shu niyatimizga harakat qilib sizlar bilan birga suhbat olib bormoqdaman va bu gaplarimni eshitib ko'rib turayotgan yaqin birodarlarimiz bizning gapirayotgan yoki chizib ko'rsatayotgan ishimizga befarq bo'lmagan holatda albatta like va komment yozib podpiska bosib qo'yadi va bizani doimiy kuzatib
paddeshka qilgan sari biz sizlarga zo'rdan zo'r video kontentlar yaratib sizlarni xursand qilishda doim harakat qilaman. Bizani kuzatishda doim davom eting va biz sizlarga yuqorida aytgandek ko'rsatib boramiz. Va azizlar, bizani ijodkor odamlar kuzatayotgan bo'lsa, yutuq va kamchiliklarimizga befarq bo'lmagan holatda kommentariyaga izoh qoldiramiz va biz o'rganish jarayonida bilmaganlarimizni o'rganib va bilmaganlarga o'rgatib bu videoni yaratyapman. Biz ham izlanishdamiz va biz to'xtamaymiz. Sizlar ham bizani kuzatishda to'xtamang. Biz sizlarga doim zo'r video yaratib sizlarni xursand qilishda va shu bahonasida biz ham o'zimizni bilimimizni oshirishda davom etamiz. Bu videoga qaytadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, yuzlarni, sochlarni hammasini sekin komponovkalarni, risunkalarni to'g'rilab chiqaman. Rasmga qaytadigan bo'lsak, mana yuzlari hammasini joyiga cherplarni to'g'rilab qo'rqmasdan va sekin etap chizib borilsa, albatta bu rasm yaxshi chiqadi degan umiddamiz va videoni shu joyigacha kuzatib turayotgan yaqin birodarlarimizga rahmat va yuqorida aytganimizdek, agarda obuna bosmagan bo'lsangiz bosib qo'yishingizni yana so'rab qolaman albatta, chunki bizda podpisчик yoki obunachilar juda kamligi sababli biz rekka chiqa olmayapmiz va sizlarning e'tiborlaringiz bu videoga juda ham kerak, muhim deb bilaman. Sizlar ham bu videoga befarq bo'lmasligingiz aniq. Bu gaplarni eshitgandan keyin videodagi chizilayotgan qizni Instagramdan oldim. Buni taklif etishgan edi va Instagramdan yozishib, shu qizni ham rasmini chizib ko'rsangiz bo'lar ekan so'rovnomalar uchun. Biz ham befarq bo'lmagan holatda rasmni ko'rib chizishga qaror qildim. Chizyapman. Sizlarga qanday chiqayotganligi ko'rinib turibdi va bu videoda sochlarni bo'yab va yuzlarini ham ozroq ranglarni to'g'rilab sochini yopib chiqamiz va och-to'q ranglarni o'ynatib va yana risunkasi kamchiliklari bo'lsa to'g'rilab sizlarga chiroyli qilib chizyapman. Bu videoni ko'rayotganlar o'ziga bilim olyapti degan umiddaman. Rasmni ko'rasizlar, chiroyli chiqyapti va sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Bu rasmimizni razmerda chizilganligini bilmoqchi bo'lganlarga 50 ga 35 razmerda chizyapman. Bu xols materialini ishlatganman bu rasmga. Shu joygacha kuzatayotgan bo'lsangiz juda ham rahmat va obuna bosmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'yamizda va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz keyingi videoda albatta sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Jiringlaganni bosish esdan chiqmasin. Videoni kuzatishda davom eting. Bu xolsimiz Xitoy xolsi deyiladi, ya'ni orqasi jigarrang bo'lib bir sloy berilgan va buni ustidan yana 2 sloy emulsiyada yopib chiqqanman. Grunt, ya'ni sanet gruntidan foydalanib materialni to'ydirib, ko'rayotganingizdek ranglarni o'ziga shivomaslik sababli grunt surganman va ranglar shivogan joyi yo'q. Rasm qanchalik zo'r chiqishi kraska xolslarga ham ozroq e'tibor beriladi, chunki asrlab turish uchun sifatli narsalardan foydalansangiz uzoqroq umr yashaydi san'at asarimiz. Chunki bu asar qancha turishi bu har holda sifatsizdan ko'ra sifatli kuchliroq, chunki uzoqroq yetib boradi. Arzonroqlari ham bor, lekin ular yillar davomida o'tib chirib, rasmga baribir shikast berib yoki o'z jozibadorligini yo'qotishga sababchi bo'lib qoladi. O'shaning uchun imkon qadar rasmni sifatli va saqlab va chizilayotgan ijodlaringiz qanchalik qimmatbaho narsalardan chizsangiz, agar zo'r chiqib qolsa omadingiz, lekin o'rganish jarayonida sifatsiz narsalar ham bo'ladi. Ya'ni arzonroq narsalarga chizib o'rganib keyinchalik tarixga yoki o'z ijodingizni yaratasiz va o'zlaringiz ko'rgazma qilayotganlaringizda juda ham asqotadi
Va bu rasmga qaytadigan bo'lsak, yana sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lganim, mana yuzlarni chizib, chiroyli qilib bo'yayapman. Qizimizni rasmini to'g'risi ko'rganda starali qiz deb hisoblab chizgan edim va bu rasmni prosmotr yig'ishini birga ko'ramiz va bu juda ham katta prosmotrlarga sababchi bo'ladigan video deb hisoblayman kanalimda. Bundan keyingi videolar chiqqanida ham bundan zo'rroq va ya'ni ijodimni yoki iqtidorimni kuchayganini ko'rishingiz mumkin va bu ham yomon emas. Va bu videomizga keladigan bo'lsak, e'tibor berib har bitta sinchiklov bilan chizib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Yuqorida aytganimizdek, hozirgacha kuzatib turganlar bo'lsa juda ham rahmat va obuna bo'lishni esdan chiqarmaymiz. Like va kommentariyalar juda ham muhim biz uchun. Reklarga hali chiqqani yo'q, lekin yaqin kunlarda reklarda ko'rib qolsangiz ajab emas. Qori cho'qqilarni zabt etamiz va bu ijodimiz ham kanalimizni yuksalishiga bizani kuzatishda davom eting va men bilan birga bo'lib shunaqa videolarda suhbatlashib va rasmni tarjimai hollarini birga eshitib, bahamlashib, rasmni oxirigacha ko'ramiz va bu sizga juda qimmatli bilimga ega bo'lasiz degan umiddaman. Va men yoshligimda juda ham rassomlarning ishlariga qiziqib, ilhomlanib, maktab davrliklarimda juda qiziqardim va men ham katta bo'lsam juda katta rassom bo'lib, el dunyo taniydigan rassom bo'laman degan maqsadlar bilan o'qib, ilm olib, ustozlarimni bergan bilimlarini sidqidildan o'rganib shu natijagacha keldik va orada ancha pauza bo'lib qolgan, uni o'zimiz bilamiz va pauza bekorga emas, lekin mana sekin ijodga qaytib, rassomlar biladi yoki любой ustalar o'z ustida ishlamasa qo'l chiqib ketadigan gaplar bor. Bu bor narsa, bu narsani inkor qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham biz sekin ijodga qaytib, bundan buyog'iga to'xtatmasdan va sizlarga ko'rsatishga kontent yaratib ham o'zimiz uchun ustimizda ishlashga maqsad qo'ydik. Maqsadimiz uchun harakat qilamiz va yoshlikdagi ko'rgan san'at asarlarimizni haligacha ko'rib, o'zimiz ilhomlanib va maqsad qo'yib, shunga iltinib yashayapmiz. Sizlar ham o'zlaringiz maqsadlaringiz bo'lishini xohlayman. Kimgadir o'xshashlik emas, o'zingiz yaratish va o'zingiz yaratishingiz davrida rassomlardan o'rganishingiz va o'zingizni uslubingiz yoki o'zingizni yo'nalishingiz kelib chiqishiga sababchi bo'ladi va xatoni qilishdan qo'rqmaslik kerak. Va videoga qaytsak, mana ko'rib turibsizlar, ko'rib turganlaringiz yuzlariga mayda kisichka bilan chizib chiqaman. Ya'ni soy yorug'larini bildirib va sochlarni detallab. Va bu rasmimizni 8 yo 10 soatda chizilgan, to'xtamasdan mana ortiqcha joylarni o'chirib chiqaman. Qurib qolmagan paytidan, namli paytida risunkalarni to'g'rilab, ish bitguncha ko'rib, o'zingiz ishonch hosil qilguningizcha to'g'rilab boraverasiz, chunki meni ishim bo'lgani uchun shoshilmaslikka harakat qilib buni shundoq ham chizsa bo'lardi, lekin bundan ko'p ham ishlasa bo'ladi. Lekin men bir o'tirishda chizadigan vaqtda, ya'ni 10 soat vaqt ichida chizib sizlarga ko'rsatyapman. Shuning uchun bu narsaga negativ SMSlar yoki kommentariy yozmaymiz. Buni kunlab, oylab, yillab ham ishlasa bo'ladi. Misol uchun Leonardo da Vinci kabi 4 yillik ijodi Mona Lisa yoki
boshqa asarlar 3 yil 4 yil to'g'ri ular o'ta professional rassomlar bo'lib Repinlar misol Shishkin, Modigliano va Picassolarga o'xshagan har bitta rassomni sanab o'tganlarimda o'zini ijodi va o'zini uslubiga ega bo'lgan rassomlar. Shuning uchun biz hali o'zimizni uslubimizni topib ulgurganimiz yo'q, lekin izlanishdamiz. Nasib kelajakda o'zimizni yo'nalishimizni topib va qo'ldan kelgancha mukammal olib borishga harakat qilib, sizlar bilan birga, ya'ni kontent yaratib, sizlarni zeriktirmagan holatda ijodlarim bilan tanishtirib va bo'layotgan jarayonlarni Instagram, TikTok platformasidagi profilimni yurg'izib boraman. Kirib o't qo'yishingiz mumkin. Ya'ni kommentariyada o'zi yokida Bahrom Art Painterning nickini yozsangiz albatta chiqadi. Shu nickga yozib kiring va biz sizlarga qaysi jarayon ketyapti, qaysi ishlarimiz chizilyapti va keyingi ijodlarimiz qaysi kunda chiqishini men shu programmalarda, ya'ni Instagram, TikToklarda va YouTube'da tayyor holatini ko'raman deydiganlar YouTube'da ko'raverasizlar va bizni har tomonlama kuzatib, podishkada bo'lib turadigan birodarlarimiz ko'payishini xohlaymiz va bizni kuzatishda davom eting. Biz hozir sochlarni chizib, yuzlarni effektlab, maydalab, kestichkalarda chizib, sizlarni ko'zlaringizga yoqadigan darajada ranglar bilan chizib bo'yab ko'rsatyapman. Hozir portretimiz pashti yuziga ancha vaqt ketib qoldi, bilsalaringiz. Chunki hozir bizlarni chizayotgan rasmimizda yuz ham to'liq ko'rilgan, ya'ni ko'zlar ham to'g'riga qaralganligi sababli bu juda ham murakkab va odam rasmini chizishda o'zi ham bo'lmaydi. Yuzga ancha mehnat ketgan va ketyapti. Biladiganlar biladi, portret chizish juda ham qiyin. Rasm chizish bo'yicha va uni ranglarini manzara yoki hayvonlarni chizgandan ko'ra odamni rasmini chizish juda ham qiyinroq deb bilaman va qiyinchiliklarni chizganlar biladi. Chunki har bitta odamni o'ziga yarasha xarakteri va ko'z qarashlari, cheripi, bosh tuzilishi, uzunchoq, dumaloq, yapaloq, ya'ni tuxumsimon odamlarga kiradigan bosh cheripi o'zini har bitta shakli bor o'shani va uni terisi oq, sariq, to'q, jigarrang ranglarga bo'linib, ularning ranglarini chiqarib unga effekt berilgan qaysi holatda turganligini ham juda ham katta rol o'ynaydi va biz hozir rasm chizilayotgan bu kafe yoki restoranda o'tirgan jarayon chizyapmiz va biz mana sekin qo'liga o'tyapman, ko'rishlaringiz mumkin. Va biz endi bu yog'ini maksimal darajada tezroq chizib sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bu rasmimizni yuqorida aytib o'tganimizdek, agarda siz obuna bo'lib kuzatmayotgan bo'lsangiz, hozir obuna bo'lib qo'yamiz va jiringlagan tugmasi esdan chiqmasin aziz birodarlar va bizni kuzatishda davom eting. Mana qo'llarni chizib, hammasini chiroyli qilib ranglar bilan boyitib chiqyapman va biz bu rasmga qancha vaqt ketganligini yuqorida aytdik. Bu rasmimiz juda ham sizlarga yoqadi degan umiddaman. Oxirida birga tomosha qilamiz va ko'rib turganlaringizdek qo'lini, soyalari, sochlarni hammasini chizyapman, ranglarni och-to'q qilib. Shu joygacha kuzatayotgan bo'lsangiz juda ham rahmat va
obuna bosmagan bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'yamizda va qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz keyingi videoda albatta sizga birinchi bo'lib yetib boradi. Jiringlaganni bosish esdan chiqmasin. Videoni kuzatishda davom eting. Va mana biz sochlarni bo'yab ishlab beryapman. Sizlarga qanaqa yo'nalishlar ko'proq yoqadi? Obuna bo'lganlar yo obuna bo'lmaganlar ham yozsalar bo'ladi. Obuna bo'lib, keyingi videolarda albatta siz xohlaganday videolar chiqarishga harakat qilaman va oldinda zo'r videolar montaj qilinib chiqazamiz va oldinda montaj qilinmagan qilinayotgan rasmlar bor, juda ham zo'r chiqadi nasib qilsa va siz bizani yo'qotib qo'ymaslik maqsadida obuna bo'lib qo'ying va biz chiqarib boramiz. Mana biz qo'llarni ishlayapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek risunkalarni oldik boshida va endi ranglarni joyiga qo'yib sekin bo'yashga o'tamiz. Mana soya yorug'larni hammasini berib, joyiga tushirib va tonlarni topib, mana yorug'larni hammasini ko'rsatib, ranglar bilan boyitib, mana to'q joylarni bo'yab sizlarga ko'rsatyapman. Mana uzugini ham chizdik. Qo'lidagi rasm chizish oson emas, har bir chizish. Misol o'z qiyinchiligi va maroqli, maza qiladigan joyi bor. Misol bu rasmga keladigan bo'lsak, oson deb o'ylashlaringiz mumkin, bu lekin juda tezlashtirib chizilgan rasm. Uni sekinlik bilan 10 soat chizilgan vaqt ketgan o'ylasalaringiz, bu kichkina vaqt emas va ko'p ham emas. Lekin bir o'tirishda qanday chiqishligini ko'rsatib berish maqsadida bu ishni chizib boshlaganman. Ya'ni bu asarda oylab, kunlab ham chizsam bo'lardi, lekin sizlarga 10 soatda qanday ko'rinishini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Va biz bilan birga bo'lsangiz, video oxirida mana oxirlab qoldi. Endi o'sh planda qanday chiqishini ko'ramiz va ya'ni orqa fonini bo'yayotgan paytimizda ko'rasiz va bitgan holatida qanday ko'rinishini ham qo'llarni detallab hamma joylarini ishlov berib chiqaman mayda kist bilan. Katta kist ishlatganim yo'qman. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, imkon qadar kichkina kist bilan chizishga harakat qilaman. Ranglarni joyiga qo'yib, qo'llarni barmoqlarini ishlab chiqaman. Bu rasmimizdan keyin nasib qilsa o'zimizda yaxshi ko'rgan itimiz bor. O'sha itimizni, ya'ni o'zimiz boqadigan rasm videosi, ya'ni qor yoqqan paytda eskiz qilib chizamiz va keyinchalik ko'rib qolishlaringiz mumkin. Juda ham zo'r chiqadi va zo'r sujetda olinib, ya'ni bu sujetda misol boshqa qaytarib olinmaydi, ya'ni ertalabki tongda ko'ringan juda ham yoqadi va zo'r chiqadigan darajada ijod qilamiz. Sizlar bizani kuzatib davom qaddishga qilib tursalaringiz, nasib u video ham chiqadi, rasmi ham. Men sizlarni xursand qilishda davom etaman va bu rasmimizni nasib yaqin kunlarda ko'rib qolishlaringiz mumkin. Mana sochlariga ham e'tibor berib hamma joylarini qarab chiqamiz, mayda ishlarni kichkina kistlar bilan mayda ishlarni chizib va orqa fonda ko'rgan bo'lsangiz 3 yillik ijodimni, ya'ni 3 yilda bitgan ishimni ko'rasizlar. Videosi ham bor. Orqa fondagi turgan qizni va ko'rganlar taniydi. Biz mana endi chizib detallab sochlarini maydalab ishlab chiqaman va
kamchilik joylarini to'g'rilab va yetmagan joylarni maydalab ishlab chiqib, ko'rganlaringizcha mana endi orqa foniga sekin o'tib joylashtirib risyumkasini to'g'rilab bo'yab chiqqanman. Hamma tushunadi va orqa fonini qanday chizilishlarini hammasini kista chizib, birato'la bitirib ko'rsataman. Mana yoruv joylarini hammasini rasmda bitishi yoki qanday chiqishligi to'g'risi uni vaqtiga ham bog'liq, lekin bir o'tirishda chizilganga yomon emas. Agar fikrlaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Yaxshi yomon fikrlaringiz bo'lsa ham javob berishga harakat qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa imkon qadar yozsangiz javob beraman albatta. Albatta bu videoni yaqinlaringiz bilan ulashing. San'atga qiziqishi borlar ko'rib sizdan xursand bo'ladi. Balkim sizlar bilan birga tomosha qiladigan tanishlaringiz bo'lishi mumkin. Mana orqa fonlarni yaxshilab ishlab etanlar. Men bu ish bilan cheklanib qolmayman. Kelajakda juda ko'plab ijodlar chiqarib, chizib, sizlar bilan zamon bilan har nafas bo'lib birga ijod qilib va ko'tarilib sizlarga zo'r videolar chiqarib, sizlarni xursand qilishda davom etaman. Mana rasmimiz ham bitish arafasiga yetib qoldi. Mayda ishlarni ishlab, chizib, mayda kesitda ko'rganlaringizdek chiroyli qilib chizishga harakat qilaman. Lekin svet qo'yishda sal ozroq noto'g'rimi yoki svetga boshqacha hayotda sal ozroq ranglari chiroyliroq, lekin yoki kameramiz pastroqmi video syomka qilishlari, lekin sizlarga imkon qadar yetkazib berishga harakat qilaman. Bizni qo'llashda, podдержка qilishda to'xtamangizlar. Biz sizlarga chiroyli kontent yoki rasmlar chiqarishga harakat qilib, imkon qadar yetkazib boramiz. Sochlarini, hamma kiyimlarini, formalarni hammasini berib, ranglari bilan boyitib ko'rsatib, chizib ko'rsatyapman. Va zo'r chiqadi degan umiddaman. Bu rasmimiz gap bo'lishi mumkin emas, bitib qoldi. Video oxirida ko'ringan videolarimizdan bittasini bosib ko'rishlaringiz mumkin. Keyingi videolar juda ham yaxshi chiqadi. Balkim yangi videolar ham chiqqandir. Bu videoni ko'rayotganingizda bemalol profilimni kirib ko'rib, eng oxirgi videolarimni ko'rsangiz, yildan yilga o'sganini bilasiz. Kuzatishda davom eting va sizlarga ajoyib bo'lgan san'at asarimiz juda ham oxirlab qoldi va qisqa soniyalardan keyin sizlar bilan rasmni tugallanganini tomosha qilamiz. Va albatta sizlarga eng tanish bo'lgan so'z obuna bo'lib bizani kuzatishda davom eting. Biz sizlar uchun ijoddamiz, sizlar biz uchun qo'llab-quvvatlasalaringiz bo'ldi bas. Va nihoyat rasmimiz bitdi. Ko'rdilaringiz qanday chiqqanligini, sizlar o'zlaringizga qanday bilim olganlaringizni va qanday kerakli video bo'lganligini yozib qoldiramiz. Ko'rib turganlaringizdek qanday chizilganlarni boshdan oxirigacha qo'yib bordim. Videomizga befarq bo'lmagan holatda albatta like, kommentariy, izoh yozib qoldiramiz. Bu videomizni o'sishiga xizmat qiladi. Sizlardan shugina, bizdan ugina deganday sizlarga chiroyli kontentlar yaratishga harakat qilaman. Podдержка qilishni to'xtatmaymiz. Albatta ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bir-biridan ajoyib, bir-biriga o'xshamagan videolarda va chizilgan rasmlarimni qanday boshlanib, qanday tugaganini hammasini ko'rsatib o'tganman. Nima rasm chizishlarimni postlarga qarab, izohlarda yozib qoldirsangiz, biz sizlarga
tezroq chiqarishga harakat qilamiz. Videolarga birga 1 million obunachisiga erishamiz. Ko'rib turganlaringizdek obunachimiz kam. Bu obunaga 10 mingta bizning obunachilarimiz xudo xohlasa 1 million, 10 million, 100 milliongacha yonimizda turadi. Zo'r kontentlari chiqarib va qiziqarli rasmlarda chiroyli ranglari bilan maksimal darajada ko'zlaringizni qamashtiradigan va jozibador rasmlarda chiqarib xursand qilishda davom etaman. Sizlar bilan Bahrom Art Painter bo'ldi. Ya'ni Bahrom Boyjigitov.